bu sirlarni boshqa mandan ham ancha yaxshi biladiganlar bor, lekin ular agar bu uzumdan to'g'ri foydalana olmasangiz, uzumini 1,5 ming so'm Penizavodga topshirishingiz mumkin. Mayizini tayyorlasangiz 1 kilo mayiz 700 minggacha sotiladi. Sug'diyona navini gibrilin qilmasa, u oddiy sug'diyona bo'ladi. Qachonki sug'diyonani gibrilin qilsa gigant bo'ladi. Sug'diyonani qachon gibrid qilish kerak? Hozir Assalomu alaykum, Uzumdan million kanali muxlislari. Zavada qilganimizda uzumchilik sirlarini o'chamiz. Hozir turgan joyimiz Sug'diyona navlik bog'. Turgan joyimiz Buxoro viloyati, Buxoro viloyat, Buxoro shahar. Buxoro shahar. Mana shu Zoya akamizning yerlari. Beroz necha gektar nima? Sagdiyana 4 gektar. 4 gektar Sagdiyana bog'. Bular boshqa uzumlarni xomtok qilib boshqa ishlarini qilib yuribdilar. Mana shu Sug'diyona uzumini xomtok qilishdi ham bularga, ham sizlarga qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilamiz. Agar Sug'diyona uzumi 100% mayizlik hisoblanadi. Mayizi 1 kilosi 700 minggacha sotiladi. Eng yaxshi pishgani. Yaxshi yetiltirib mayizini tayyorlasangiz 1 kilo mayiz 700 minggacha sotiladi. Agar bu uzumdan to'g'ri foydalana olmasangiz, uzumini 1,5 ming so'm Penizavodga topshirishingiz mumkin. Shunaqa bo'ladi. Hozir endi 1,5 ming so'mlik uzumni 700 minglik mayizni qanday yetishtirishni Xudo xolasa etap-etap ko'rsatib boramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Biz boshlaymiz. Hozir xomtok, mana shu bitta tub. Bu ko'rib turibsiz, har bir kurtagidan ikkitadan bitta kurtagidan ikkitadan navda chiqib borgan. Qaysilardandir 3 ta ham chiqib borgan. Mana operatordan so'raymiz, qarang. Ko'rsanglar yaqindan. Ko'rinyapti mana shu. Sug'diyona uzumi kurtagi mana bir barmoqcha arasi, lekin har kurtagidan ikkitadan navda chiqargan. Har bir kurtagidan ikkitadan navda chiqargan. Buni hammasini qo'yib bo'lmaydi. Hozir biz mana shu tokga, gavdasiga yarasha hosil qo'yamiz. 20-30% ko'proq qo'yamiz. Shtobi shamol, yomg'irlarga, bir narsalarga talofat yetishi mumkin. Hozir bu birinchi xomtok bo'libdi. Bitta kurtakdan ikkita chiqqani 100% olinadi. Birinchi uchida turgani hosil qoladi. Shu bir qarishga mana qarang, hosil qoldimi? Olamiz. Pastdan chiqqan navdalarni olib tashladi. Faqat tepadagisi qoladi. Nima uchun? Pastdagi doğru sepilayotgan paytga xalaqit qiladi. Tepasiga o'tishga qo'ymaydi. Shuning uchun pastdagini olib tashlaymiz. Agar bir bitta kurtakdan bitta katta, bitta mayda chiqqan bo'lsa, maydachasi olib tashladi. Nima desa ham. Ha, bu uzumga hammasiga pashti 95% ga hosil bo'ladi. Hosilligini olib tashladi. Qo'yish mana bir qarashga. Agar bitta kurtagidan ikkita chiqqan bo'lsa, bitta kattasini qo'yamizda maydasini olamiz. Qo'yish maydasini. Hozir mana shu bir qarashga bizga bitta hosil qolsa bo'ladi. Mana qarangda. Bitta kurtakdan ikkita navda chiqqan, ha? Uni oldidagisini qanday qilib olamiz? Qoparib olsangiz, qoparib olsangiz ikkinchisi bo'sh bo'lib qoladi. Andakka sinib ketadi, yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun buni takroqdan uni sindirib olamiz. Sindirib qo'ysak ham bo'ladi. Sindirib olamiz. Yana bitta muhim joyi. Mana shu navda bo'lsa, bitta navdani bu tarafdan, bittasini bu tarafini qo'yib ketaverish kerak. Hozir bu oddiy tik usuliga qilganimizdan bu sal boshqacha bo'ladi. Bitta navda bu yoqqa, bittasi bu yoqqa qilib qo'yib ketaverish kerak. Mana bir qarashga. Mana keyin mana shu simdan past tarafini olib tashlaymiz hammasini. Yana uch tarafdan kelamiz. Uchidan boshlaymiz. Uchiga bitta katta yaxshi qoldiriladi. Sindirib olamizda. Pastdagilar 100% ketadi. Tepadan qaraysiz, tepaga katta chiroyli bo'shligi qoladi.
Mana shunday holat bo'ladi. Har bir qarishga bitta qo'llar. Kimga qanaqa savol bo'lsa, aytinglar shu payt. Hozir mana bu kichkina bargcha, boshqa barglar olinmaydi. Keyingi ikkinchi xomtokka bular ketadi. Hozir barga olish boshqa narsa bo'lmaydi. Faqat biza shu gavdasiga mos hosilni taqsimlab qo'yishimiz kerak. Hozirgi birinchi xomtok vazifasi shu. Hozir bu xomtokni qilinishidan asosiy maqsad mana bu yerga turgan navdani olishimizda buni hammasiga kuchini taqsimlab bilmaydi. Shuning uchun biz olamiz. Mana bunga ketayotgan navdasini, mana bunga ketayotgan kuchini bularga berish uchun. Qancha xomtokda erta vaqtli qilinsa, uzum sifatli yetishadi, chiroyli bo'ladi, vaqtli erta pishadi. Bir marta o'g'itlaganda bo'lasiz, bir marta sug'orilganda bo'ladi, bir marta dorihlaganda ham bo'ladi. Chunki mana bu tarafga qarangda. Hozircha mana shu tokda mana shu holatiga kuchi yetadi. Bundan keyingi uje hosillar ko'p kuchini tortib yuboradi, navdalar tortadi, kuchi yetmay qoladi. Dori tepishga ham yaxshi bo'ladi. Hozir mana bu taraf turishga tepgan dori hamma joyga yetib bormaydi. Bu tarafga bemalol yetib boradi. Tok yana mana bularni o'sirib yuboradi. Mana shu yerda o'rab oladi, xudo xolasa. Yana kimga qanaqa savol bor? Savolni xomtok qildik. Hozir shunday qo'ydik. Oftob bo'lmaydi bular, mevalar. Oftob bo'lmaydi deyapsiz, ha? Yosh ko'tarmaydi. Yosh ko'tarmaydi. Hozir qarang, zo'r savol berilsa, operatordan so'raymiz, qarang. Qarangni. Senlar qarang. Mana bu o'zi gullamagan. Gullamagan paytga oftob ta'sir qilmaydi. Qachonki gullan chiqqandan keyin oftob uradi. Shu paytgacha buni oftob urmaydi. Yana menini qisqa javob tushundingizmi? Tushunarli bo'ldim. Hozir birinchi xomtok bo'libdi. Keyingi video qachon chiqadi? Mavjud kechga qolmasligimiz uchun sug'diyona navini gibirlen qilmasa, u oddiy sug'diyona bo'ladi. Qachonki sug'diyonani gibirlen qilsa, gigant bo'ladi. Sug'diyonani qachon gibrid qilish kerak? Hozir mana shu 10 sm atrofga bo'lib, tanalari yozilmasdan kichkinagina bo'lib turibdi. Mana shunday holatga turgan paytga, xuddi mana shunday shu kecha kunduzga sug'diyonani gibirlen qilish kerak. Gibirlen bilan ishlov beriladi. Xitoy paket 10 litrga bitta pachkachani spirtga aralashtirib qo'yasiz. Keyin kechki paytga sepiladi. Ketidan sirazi suv berib yuborish kerak. Suv berib yuborish kerak. Iloji boricha 1 gektarga 100 kilo silitrami, karbamitmi qo'shib, kamiga 100 kilo, bo'lmasa 200 kilo Sep chiqsa yaxshimi, tayin siltran sep bersa yaxshimi, qo'lab tagiga tashlasa yaxshimi? Agar sep berilsa, mana bu o'tlar tortib ketadi ko'pisini. Bir 50% ni tortib ketsa, ko'mib berilgani yaxshi. Lekin bermagandan ko'ra hech bo'lmasa o'sha daxanadan, o'sha daxana nima deydi? Xaltani teshib, o'sha silitrani teshib yuborilgani ham yaxshi. Amyaklarni oqraydilar-ku, shunday qilib. Bunga chunki gibirlen berilgandan keyin, o'sha gibirlen bilan ishlov berilgandan keyin gibirlen bor kuchini tokni hosilga tortadi. Ozuqaga ehtiyoji ko'payib ketadi. Shuning uchun ozuqa, suv juda ham muhim. Keyingi ishlarni yana keyingi videolarga aytib o'tamiz. Yana boshqa bog'lardan ko'rsatamiz. Mayli aka, sog' bo'ling, charchamang, salomat bo'ling. Bizani faqat qo'llab-quvvatlab turinglar. Biz xudo xolasa uzumchilikda hamma sirlarni ochamiz, mana ko'rib turibsizlar. Bu sirlarni boshqa mendan ham ancha yaxshi bilayotganlar bor, lekin ular ko'rsatmayotgan vaqti bo'lmasligi mumkin. Shu mehnat uchun ham like-chalarni bosib, respektchilik qilib, obuna bo'lib qo'yinglar.